Bilaman, hayotinglar davomida ko'p mo'jizalarni ko'rgansizlar, lekin bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Ular ichida 3tasi, 4tasi birda bo'lgan penkalar keldi. Gidrofilka, intimniy, skrab, hattoki maska vazifasini bajarib beradi. Yuzinglarni top-toza qilib beradi. Eng muhimi, vegan, ya'ni tabiiy tarkibli. Sarig'i tarkibida AHBH kislotalari bor, ya'ni aknelarga qarshi kurashadi va yuzinglardagi dog'larni ochartirib, yuzdagi xiralikni yo'qotib, oqartirib beruvchi penka. Yashili xuddi shu vazifani bajaradi, lekin bu ko'proq ta'sirchan yuzlarga mos tushadi. Bugun sizga sarig'ini ko'rsatmoqchiman, chunki yuzimda ozgina xiralashish bor, oqartirmoqchiman. Nega aynan mo'jizakor deganimni hozir tushunib olasizlar. Qo'lingizda ham bemalol tarqatsanglar bo'ladi. Ichida xuddi mandarinni ezib solganga o'xshaydi, g'adir-budirliklar bor. Mana sizlarga mo'jiza, 1 minutga yetmasdan yuzimda ko'pirib ketdi, bijillagan ovoz chiqyapti. Buni ko'proq qo'ysanglar yuzinglarda maska hisobiga ham kiradi, porilarni qisqartirib, yuzinglarni ohangini ochartirishga ishlab beradi. Naqd 2 minutdan keyin qaranglar. Endi mana bunaqasiga ish qalaymiz. Ko'rdinglarmi, bu yog'ni bugunimcha yana ko'pirdi. Yaxshilab ish qalaymiz. Yuvamiz. Vat ko'rib turganingizdek yuzimni oppoq va top-toza qildi. Eng muhim, umuman yuzimni quritgani yo'q, bittada lifting his qildim. Yashilini ham, sarig'ini ham ishlatib ko'rganman. Eng zo'r tahsinga loyiq penkalardan deya olaman.